Kam yurganiga qiziqayotganlar uchun bugun 2024-yil ishlab chiqarilgan L Plus pozitsiyada Tracker 2miz keldi. Kraskasi 100% toza, hamma kerakli ishlarni qilib, primer dizayn qilib qo'yilgan. Bilekpiyon obrazovkalar taqilgan. Primer diska, 4 yumshoq balon, poroklar ustanovka qilingan, beskulchoylari bor. Probegimiz 37744 km. Sidena obogrifli LTZ Plus pozitsiyada. Rullari ham primer dizayn bo'ladi, multirul, cruise kontrollarigacha bor. Propan gaz ustanovka qilingan, italyanskiy. Salonlari ham zo'r bo'lib turibdi. Polni primer dizayn qilib qo'yilgan. Akulachalarigacha qo'yilgan, chiroyli nomerchalar bilan. Poyezlariga yizib propan gazlar bilan. Mashinamizda ham kuzovi bir tekis chiroyli bo'lib turibdi. Polni keramikalarigacha qilib qo'yilgan.